Leksiyalarımız davamlaştırımız hürmetlik vatandaş bugün Çistağa 2020 yıl 5. ayının 22. günü hafta cuma. Yukarı leksiyanın devamı. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Beijing Hong Kong xalqiga va Hong Kongning oliy avtonomiyasi va negizidagi huquqlarga orqa-orqadan tajovuz qildi. Zarba berdi. Amerika taraf bunga darhol inkas qaytarish kerak. Blanchett mundaq hisobladi. Amerika Hong Kong'a alaylı e'tibor berish siyosati amaldan qoldirgan aman qo'zg'aladigan geopolitik siyosat ta'siri iqtisodiy oqibatlardan texmi cho'ng bo'ladi. Hong Kongning inkas qaytarishi qattiq bo'ldi. Uning ustiga zo'ravonlik, axborot va nashriyatchi Bill Bishop 21-kuni shunday ko'rsatdi. Amerikada kuzat kuchilar umumyuzlik mundaq hisobladi. Davlat bexatarligi qonun loyihasi Hong Kong yangi namoyish to'lqini qo'zg'aydi. Bill Bishop mundaq ko'rsatdi. Shanghai yana Hong Kong yangi tayinlangan Jungo va Shanghai Hong Kong alaylı yangidan tayinlangan aloqa bog'lash komitetining boshlig'i Lu Huining va Hong Kong Omen shahrisining mudiri Sha Baolong har ikkisi qattiq qo'l odamlar. Amerika Jungo o'rtasida yaqindan beri ko'plagan portlash nuqtalari o'rtaga chiqdi. Juqumliq Büros ideologiya urushi pen texnikada ayrılıp ketish, matbuot cheklemesi, Tayvan mavzulari qatorliqlar. Hong Kong masalasi yana axborot medialarning bosh titoniga chiqdi. Amerika Jungo ikki davlat munosabatida maqomsizlik endi yana o'rlashga boshladi. Amerikadagi cho'ng saylamni saqlab turishni unutib ketinglar. Biz hatta oldimizdagi bir ishga hafta ichida Amerika Jungo munosabatida nima ishlarning yuz berishini bilmaymiz dedi Blanchett. Diqqat vatandosh. Amerikadagi cho'ng saylamni saqlab turishni unutib ketinglar. Biz hatta oldimizdagi bir ishga hafta ichida Amerika Jungo munosabatida nima ishlarning yuz berishini bilmaymiz dedi Blanchett. Beijing Hong Kong'da davlat bexatarligi qonun loyihasi yo'l qo'ydigan bo'lsa, Hong Kong yana tavrash ichiga kirib keladi. Mavzuda xabar 5-ayning 21-kun Tayvan markaziy agentligi tomonidan e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo xalq vakillar qurultayi Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni o'tirib chiqardigan bo'ldi. Tahlilchilar ansirab mundaq deyishdi. Bu ish Hong Kongda yana tavrash, davolg'ish vaziyatini keltirib chiqardi. Beijing bunga mas'ul bo'lishi lozim. Iqlim masalalari obzorchisi Liu Si mundaq hisobladi. Sebepten birinci pandemikratizmchilar jon tikib qo'yishga bel bog'ladi. Sebepten ikkinchisi Amerika Jungo oxiri ayrılıb ketishi mumkin. Beijing taraf tayyorlik qilib, Amerika tarafdan qarshilashni xohlamagan bir paytda Hong Kong masalasi yana o'tirg'i chiqdi. Kelar navbat diqqat qiladigan nuqta Hong Kongda davolg'ish yuz beramdi degan masaladir. Jungo Kompartiyasi tuyuqsiz hujum qildi. Yana bir xabar. Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni tuzadigan bo'ldi. Hong Kongda ko'p joylarda namoyish portalida mavzuli xabar 5-ayning 21-kuni Dunyo axborot to'g'ri e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo xalq qurultayi Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni tuzmoqchi bo'ldi. Bugun kechda Hong Kongda ko'plagan joylarda namoyish harakati yuz berdi.
Yuanlangda bir neçe 100 kişi kez saat 8'den başlap toplanışga başladı. Saat 8'de 10 minut ötkende zor bir Türkmen Hong Kong sakçıları magazinlarga, soda saraylarga kirişke başladı. Bazı dükkan saraylar işte takap sodunu toxtattı. Hong Kong temir yolu idaresi yer astı temir yolunun çıkış eğizlerini taqadı ve qamal kıldı. Namoyishchilar şuar to'plab, bayroqlar pilditib, 24 kuni Tungluwanda o'tkaziladigan davlat marshiga qarshi turish namoyishiga, davlat marshi Jungoning davlat marshiga qarshi turish namoyishiga Shanghai xalqining qatnashishi chaqiriq qildi. Geldik siyasətimizi söylep olduk sizler vatandaşlar seliştiriyorlar. Biz aldığımız lekşiyimizin ahırda vaziyet doğrusu toxtalgan edik. Bugün bu vaziyet benim hoşumda gitip geldi. Biz uyada kıskıgına vaziyet doğrusu hukuk şekilde bir işe eğiz gep kılgan edik. Bugün vaziyet yani bu şekilde gitip geldi. Ahırda anda biz sizlerle bir muhakeme kılaydı vatandaş.